Bu video kelajakda farzandlari millioner bo'lsin deydigan onajonlar uchun. Birinchi vitamin bu vitamin D. Vitamin D farzandlarimizni ham aqlan, ham jismonan yaxshi rivojlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari kalsiyni yaxshi so'rilishiga va rahitni ham oldini oladi. Ikkinchi vitamin bu kalsiy. Kalsiy farzandlarimizni suyaklari va tishlari baquvvat bo'lishiga, karies bo'lmasligiga, undan tashqari yurak va mushakni yaxshi ishlashiga yordam beradi. Uchinchi vitamin bu multivitamin. Agar farzandingiz pala-partish ovqatlanadigan bo'lsa, shirinliklarni yaxshi ko'radigan bo'lsa yoki ishtahasi past bo'ladigan bo'lsa, ovqatdan ololmayotgan vitaminlarini mana shu multivitamindan kundalik dozada olishi mumkin. Va shuni natijasida farzandlaringiz yaxshi o'sadi, immunitetlari baquvvat bo'ladi va diqqati yaxshi jamlanib, aqliy rivojlanishiga ham yordam beradi. Bu videoni kelajakdagi millioner bolajonlarni onajonlariga yuborib qo'ying.